Endi bizning nonimiz yarimta bo'lmaydi. Sho'ro aka, assalomu alaykum. Qanchasiz aka? Qalaysiz aka? Zo'r aka. Amerikaga qanaqa kelsam bo'ladi, Amerikaga qanaqa borsa bo'ladi, aka yo'llar bo'lsa aytingizda ham chaqiring deb ko'pchilik meni lichkamda yozishadi. Shunaqa savollar ko'p beradi hamma. Menga ham juda ko'p. Ular ko'p yozadi aka. Shunga nima deysiz aka, shunaqa odamlarga fikringiz? Amerikaga kelaman degan odamlargami? Akalar Meksika orqali olib kelaman deydigan odamlar hozirgacha uchraydi. Menga ham ko'pchilik yozyapti lichkamga Meksika orqali olib kelmoqchi ekan, aka palonchi pul so'rayapti, nima deysiz degan fikr bildirasizlar. Umuman ishonmanglar akalar, Meksika orqali birinchidan olib kelishni hozir chegaradan umuman вообще iloji yo'q. Ikkinchidan mabodo nimadir qilib fantastika qilib sizlarni ichkariga olib kirib qo'ysa ham sizlarga ishlash uchun ruxsatnoma berilmaydi. Mabodo ko'chada sizlarni ICE ofitserlari ko'rib qolsa, ya'ni immigratsiyon ofitserlar sizlarni sразу qamoqqa tiqib deportatsiya qilib oladi. Kelish yo'li bu student bo'lish, ingliz tilini zo'r o'rganinglar, IELTS 7 olinglar kamida, turist bo'lib kelish, turist bo'lib kelib mamlakatlar aylanib bu yoqqa kelib ishlasanglar bo'ladi. Va eng zo'r yo'li green card. Afsuski hozirgi siyosat, Amerikan siyosati borgan sari Amerikaga kelishni qiyinlashtirib qo'yapti. Shuning uchun birinchi o'rinda til o'rganinglar. Amerikaga kelasizlarmi, kelmaysizlarmi? Til o'rganinglar. Любой joyda noninglar topasizlar akalar. Omad. Akalar sizlarga kerakli bo'lgan javobni mana berdik. Qarochi qanaqa kelishni bilib oldinglar Amerikaga. Endi